Mana shu ko'rib turgan mitti farishtalarimizni sizlar bilan bizani yordamingizga muhtoj. Iltimos qilaman sizlardan. Mana shu videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Hozir ko'rgan 4 ta farishtadek farzandlarimizni otalarining ikkita pochkalari qurib qopti. Srochli operatsiya qildirmasa bo'lmasa ekan. Aka, menga aytgan gaplaringizni endi xalqqa ham obunachilaringizga ham aytib bering. Yaqinda har bir inson farzandlari uchun yashagisi keladi. Men ham 4 ta farzandim bor, farzandlarim uchun yashagim kelyapti. Qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar, iltimos. Men ham ko'zim bilan mana hamma dokumentlarni, akani, uylarning sharoitini ko'rdim. Ishoninglar, rostdan ham shu insonlar bizning yordamimizga muhtoj. Iltimos sizlardan adam tuzalib ketishlarini xohlayman. Yordam beringlar. Onalar sizga ikki og'iz gapirmoqchi ekanlar. Iltimos sizlardan hech qachon boshimga shunaqa ish tushadi deb o'ylamagan edim. Yolg'izgina o'g'lim, boquvchim, 4 ta bolasi bor. Dushmanimga ham tilamayman bu narsani. Bu narsa birovdan yordam so'rash biz uchun oriyat masalasi edi, lekin boshimga shunaqa ish tushdi, ilojim yo'q. Ikkala pochkasi ham qurishni boshlagan. Kecha oxirgi doktor bilan gaplashdik. 15% turib sizlar deyaptilar. Tez buni transplantatsiya qilish kerak. Iltimos sizlardan shu 4 ta bolasi, 4 ta norasidasini o'zi katta qilsin. Mana ko'rib turibsizlar. Men o'zim ham kelib ko'zim bilan ko'rdim. Любой joyda xudo xolisa garanti kafolat beraman. Inshaalloh xudo. Men ko'zim bilan ko'rdim, o'rtoqlar. Iltimos qilaman bloger bo'lib turib, pastda o'zlarining karta raqam bilan nomerlarni qoldiraman. Xolis men ham Alloh uchun keldim. Qo'lingizdan kelsa iltimos o'rtoqlar yordam bering shu insonlarga. Agar pul tomonlama yordam berish qo'lingizdan kelmasa, mana shu videoga bir dona like bosinglar, 5 ta 5 ta 14 ta yaqiningizga jo'natib, storyga qo'yib bering, tarqatishga yordam bering. Puli bor insonlarga yetib borsa, inshaalloh xudo xolisa, bulardan qaytmasa, Allohdan qaytsa, o'rtoqlar mana men o'zim kelib ko'zim bilan ko'ryapman. Uyligida sharoiti u darajada emas ekan. Lekin shunda ham kambag'al inson mard bo'ladi, oriyat qilyaptilar. Bolam qanaqa bo'lar ekan dedilar. Inshaalloh tuzalib ketadilar xudo xolisa deb, men ham o'rtoq savob umidida keldim.